Assalomu alaykum. Aziz salomatmisizlar? Ikkovli proyektimiz 5 kun vaqtimiz qoldi. Bizni tushgan narsa mebelchimiz sal kechikyaptilar. Fasadlarimizni oq rentgen gruntobga bo'yadik. O'z sirasi uyning ko'rinishi o'ta o'zgacha holatga keldi. Zinalarimizdan bitta, zinalarimiz mana shu joyda qoldi. Bugungi xudo xohlasa tuzatib olamiz inshaalloh. Mebelchimiz va'da qilingan kundan 3 kunga kechikadi deyaptilar. Xudo xohlasa mana shu tarafimiz polna televizor postavkalari ikkita chekkada mebel bo'ladi. Bu yerda shupon bo'ladi, o'rtada birasi bilan krasheniy bo'lgan devorlarimiz stikloxoz bo'lgan, flyuger kraska bilan patologlar ham xuddi shunday. Salomat bo'linglar.